Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati sajdada turgan holatidir. Banda xursand bo'lsin, Allohga eng yaqin bo'lgan nuqtaga erishdi. Ana endi so'raydiganini so'ravasin, xorlik zorida va Robbisiga yaqin bo'lgan holida. Mana bu narsalar hammasi demak bizning qalbimizdan o'tishi kerak. Butun vujudimizdan o'tishi kerak, ruhimizdan o'tishi kerak. Azon aytilyapti. Azon nima? Chaqiriq. Azonni eshitgan banda deydilar mashoyixlar, qiyomatda chaqirig'ini esga olsin. Qiyomat chaqirganda hamma har tarafdan mahshargohga gurullab keladi. Azon chaqirganda hamma bandalar gurullab masjidga yig'iladi. O'sha mahshargohga nimaga borardi? Hisob kitob bergani borar edi.